Makam o'zingiz yaxshimi deydi. Rahmat. Yuribmizu urilib-surilib bir chekkalarda. Hech kim mensimaydi, hech kim bizga podarka otmaydi, hech kim qaramaydi. O'tiribmizda ana termilib, bo'tlarim bo'tlarimiz bilan gaplashib, chaqiraymi? Chaqiring. Bir boylarini chaqirib bering aka. Bir men ham to'plarga chiqay. To'pni ko'rmaganimga 100 yil bo'lib ketdi. To'p ko'ray. To'p nimaligini ham bilmay qoldik. Quruq Maksim keldi bekorchi deydi. U bekorchi hech odam bo'lmaydi. Maksim odam bo'lmaydi, hamma odam bo'lsa ham. Uxlamaydingizmi deydi. Uyqu keladimi planni yopish kerak. Oldingi oy ham hammadan qolib ketganman. Bu oy ham haliyam o'sha qoloqman. Yaxshilab yuvib, yuvinib chiqdim. Xudoyim berib qolardi. Cho'milib chiqdim. Xudo berib qolar deb. Bo'lmayapti baribir. O'xshamayapti. 60 aka, assalomu alaykum. Sog'da asrang deydi shuda. Shunday. Salom lichkaga qarab orik yozdim lichkaga deydi. Aka meni lichkamga SMS kelmaydi. Siz drujamda yo'qsiz akajon. Lichkamga yozib qiynalmang. SMS kelmaydi. Sizuka. Kim bu Sizuka? Sizuka kimmi? Assalomu alaykum. Bu o'g'il bola ekan. Ana endi bolasi. Jo'qalay qiz bolaga o'xshab yozma qolganini qaradim. Ey, shunaqa jinnilar ham ko'pda nima deysiz? O'lsayman deydi. Sevgini tashlab mazza qilib yasha to'ppa-to'g'ri aytasiz. Ular meni efirda balo-balo qoraymay ular. O'zi qoralardan qo'rqaman. Yo'qolib ketdim. Yo'q bu. Hayot bo'p turadi deydi. O'lsin, bir ko'p bittasini chiqarsam, A+ bir balani ko'rsatib yuborsa bo'ladimi? O'zim qo'rqib ketdim. Ular ahmoqlar ko'pda. Mana shunaqa chet elliklarni yomon ko'raman. Qiz bola deb o'ylabman men, xursand bo'lib. Meni efirimga qiz bola ko'tarilibdimi deb. Ular odam bo'lmaydi. Efirda nima oqlar ham bor deydi. Ha, shu. Oqlar mendan qochib yuradi. Nuqul qoralar menga ro'para bo'ladi. Bilmayman oqlar qayoqqa. Oqlarni oppoqlar olib ketib olammi bilmayman. Xudoyim. Ha, mayli qora mag'iz shirin bo'lar. Davron aka, assalomu alaykum. Davron boboxonim sizda tugadi hech tugamas ekan. Bu tagi mol ko'l shekilli. Bittalab erman qilib berasizmi deyman ha. Ha, kuydirmajon. Bitta erman qilib beribsizmi? Hammani aldab beribsizmi bitta qilib? Rahmat. Endi tugadi deydi. Tugamaydi, hozir pastdan aylanib kelib yana bitta tashlaysiz. Mazza deydi kuydiriga. Bu qizlar hozirgilar bittaga aldanmayapti-da, Davronjon. Hozir foydasi yo'q bitta bilan, aldolmayapsiz baribir. Hozir hammasi yangi kirgani ham, kecha tuxumdan chiqqani ham drakon uring, yaxta uring deyapti. Aldolmayapsiz hozir ularni, foydasi yo'q. 5 ta qo'lmas og'iz oyog'ini ham qo'shib tiqishyapti yangi kirganlar. Bori shu nima qilay deydi. Boriga baraka-ku. Endi yoshlarni aytaman-da, hozir kirganlarni aytadi, yaxta tashlang aka deydi. Tom ketib qolibdi-ku eshitib. Men umrimda yaxta so'ramabman, shu umrimga kelib ham 10 yildan beri. Och hammaysiz deydi. Och haqiqatdan tavba qil. Shu yoshga kirib haligacha birovdan yaxta so'ramaganman-da. Bigoda 10 yil yurib ham yaxta so'ramabman. Bular yaxta so'rayapti. Tom ketib qolibdi aslini ko'rib. Yaxta tashlang aka deydi.
Nagli. Yaxtani sen o'zing pulingga olib tashlachi, keyin tushunasan yaxta olganlarni. Tashlang deydi-da, iloji yo'q-da, plan yo'q bo'lmayapti. Nima ko'p? Vidushi ko'p. Itdan urug' aymog'i to'lib ketgan bu vidushini. Oldin sanoqli bo'lar edik. Endi hozir it urug' bo'lib ketgan vidushilar ham. Iloji yo'q. Bu donatordan vidush ko'payib ketdi. Non qolmadi bizga. Yoshlar nonimizni yeb qo'yyapti. Ochobotlar. Bizga qolmayapti non. Teshib chiqqanlar. Bizga non berishmayapti. Boriga shukr endi deb o'tiribmiz. Endi nima ham qilamiz boshqa? Shular to'ysa qolsa bizga-da. Boshqa ilojimiz yo'q. Ulardan qolganini olamizda endi. Chiroylilardan. Biz kambag'allar. Ha, mayli-da. Bizyam rizqimiz bor-ku. Qayerda bo'lsa ham, oz bo'lsa ham, kam bo'lsa ham rizqimiz bor. Xudo beryapti. Mayli, boriga shukr. Kam joyingiz yo'q dedi. Kam joyim yo'q, lekin hech qaysi o'tmaydi. Hammasi yangi kirgan. Yoshlarga qiziqadi. Shunaqa o'ynash kerak edi. O'ynagandan keyin gredini, voy mazza qilish kerak. O'ynaganga shu stekka tikish kerak. Odamlar 45 ming bilan chiqdi stekdan. Kimga qanaqa deydi? Onasini yesin. Stekda olishyapti. 45 ming oldi. Ikkitaga tikib. Mazzami odamlarga? Qachon biz ham shunaqa boy bo'lib ketarkanmiz, a? Mazza. Bitta karamiga jo'xoriga tikdi. 400 tani. 1000 ta bo'ldi. 1000 ta bo'ldi. 1000 tani qancha bo'ldi? 1000 tani stekka tikdi. Yana 1000 ta karamga tikdi. 45 ming bilan chiqdi. Ikkita bilan. Ikkitaga tikdi, 45 ming bilan chiqyapti. Представить qilyapsizmi? Ikkita o'yinda 2 raundda 45 ming. Shikalatmi? Ha, onasi. Odamlar o'ynayapti-da. Men ham bir kun boy bo'lsam shunaqa olib o'ynayman. Unga tushunmayman deydi. Tushunsangiz kasal bo'lib qolasiz. Bizga o'xshab. Bu kim bo'ldi to'xa? Yo'qalayman, o'ynamayman. Battle matring mashinadan qolsin. Charchadim. Endi o'rganyapman deydi. Yo'q-ey. Masalan, qarang-da, gredini nimaga o'ynashadi? Masalan, ular 500 ta olmos oladi, grediga kiradi, necha mingta yutsa yutadi. Mana aytyapman, hozir 1000 ta bilan 45 ming ta qilyapti. Ikkita o'yinda 45 ming ta olmos qildi. Представить qilyapsiz, uni sotsangiz qancha pul bo'ladi? 45 ming olmosni sotsangiz 40 ming rubl pul bo'ladi, aka. 44 ming bo'ladi. Yana 5 tasi bor. 5 ming. 500. Men pul degani bu. Xudo xolasa degani. Menda olmos yo'q-da, menda pul yo'q olmos olishga. Men ham olmos olsam ekan, pulim bo'lsa ekan, tiksam. Yo'q-da menda. Menda olmos yo'q-da, pulim yo'q. Rossiyadaman, o'zi endi keldim, 1 oy bo'ldi, hech qayerda ishlamayman. Uyda o'tiraman. 3 oyga kelganman xolos. Men ham deydi. Ishlamayman hech qayerda, shuning uchun pul yo'q. Shu Bigalayevdan oylik olsam pul bo'ladi. Endi plan yopsam, narigi oyda, unda ham olaman oylikni. Ungacha pul yo'q. Gadoychilik. Rahmat. Shunga sizlar yordam berib, podashka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bo'lmasam, u ham bo'lmaydi. Rahmat, Davronjon. Hammaga o'tiravermasdan, bitta o'zimga otsangiz, men boy bo'laman. Da. Keyin ikkalamiz boy bo'lamiz. Xo'p, deb keyin men ham puli ko'p qiz bo'laman.
Hamma qizlarga otgandan foyda yo'q. Bitta o'zimga oting. Meni nakaslik qilay birpas. Rosa aytadi-ku, bedushalar o'zini donatini aytadi-ku, bitta o'zimga ot, hech kimga otma deydi-ku. Men ham shunaqa o'rganaymikin deyapman-da. Men unaqa odatim yo'q-da, kim kimga otadi ishim yo'q. To'g'risi-da. Otma ularga deydi, o'zimga ot deydi-ku. Aytolmayman, men nima qilaman birovni. Hammani o'zini rizqi bor-da. Kimga xohlasa shunga otishadi-da. Nima deyman endi men ularga. Olmos ularniki, xohlaganiga otishga haqqi bor. Men hech narsa deya olmayman. Men bu yerda kim kimni otqizmasligi mumkin. Faqat er-xotin bo'lsa, nu oilaviy byudjetga ziyon keltirmaslik uchun qizg'anib otmaysan, qilmaysan desa bo'ladi. Atakdan atlarga biz xo'jayinlik qilolmaymiz-da. Salom, salom. Ichim kuyib ketyapti. Ko'p suv ichib olibman. Qornim ishib ketmasa bo'ldi. Mayli, omadingiz bersin. Opam esa singlim esa deydi. Rahmat, rahmat. Davronjon yo'qlab turing-a. Ko'p ketib qolmang boshqa qizlarga ishonib, chiroylilarga qiziqib, maylimi? Foydasi yo'q baribir ularga qiziqqaningiz. Bevafo bo'lmang siz ham. Vafodor bo'ling shu yerda. Bunday chiroyli qizga bu yer teng emas, bir kam dunyo deydi. Yo'q aka, nega tengmas? Men o'zimga to'g'riman akajon. Odamlar yomon bo'lsa, bu betga kirgan odam yomon degani emas. Hammani Alloh o'ziga insof bersin akajonim. Bo'laman degan odam betga kirmasa ham bo'lib yotibdi aka. Bitta uyingizda o'tiribsiz, ko'chaga chiqmaysiz, birovga ziyoningiz tekkan yo'q, birovga nomer bermasam, birov bilan uchrashmasam, lishni gaplashmasam. Buni nimasi yomon aka? Prosta plan qilamiz, pul topgani kirganmiz jon aka. Ilojimiz yo'qligidan kirib o'tiribmiz. Ishlashga imkonimiz yo'q. Shuning uchun shu yerga sarg'ayib o'tiribmiz. Sizlarga rizqimizni terib o'tiribmiz biz ham. Birovga ziyonimiz yo'q, yomonligimiz yo'q. Shunday. Mayli. Rahmat, bo'ydoqmi? Men asalsiz esa kasal. Xorazm Temurbek. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. Bitta shaxmat yig'isham. Alaykum assalom. Temurchi qanday? Zo'rmi? Bo'ladi, rahmat. Bo'ladi, Allohga shukr. Chidasa bo'ladi. Yaxshi. Rahmat. O'zinglar qanaqasizlar? Shu 5-starim yo'qolmay armon